Telefonni tutib, mushu ekran qarab o'tirgan qayrindishim. Hozirgi holatingizda bir qitim cho'nqur nafas ilib, atrofingizga bir qo'r sapsib chiqing. Nimalarni his qilasiz? Xotirjam, bexatar, hech kim ishingizga tepib kirmaydi. Hech kim sizning Uyg'ur yoki musulmon bo'lganligingiz uchun turmalarga tashlamaydi. Uyingiz issiq, qo'rsiqingiz to'q. Shundaqmi? Lekin men sizdan shuni so'rg'im kelyapti. Siz mushu xotirjamlik ichida ilayotgan shu nafasning siz uchun odatdagi ishga aylanib bo'lgan shu hurlikning, hatto hozirgi shu kulkingizning badalini zodi kimlar to'laganligini bilamsiz. Biz bularni bekli tez unutib qoldik qarindishim. Eng ig'ir, eng qonli qurbonliklar badaliga kelgan mushu hayotni yashab etib turib, xuddi hammaga o'z kuchimiz bilan erishgandek bexotlashib ketdik. Saxta g'am qayg'ular ichida o'zimizni aldab, hech nimaga arzimaydigan ishlarning qurboniga aylandik. Agar hozirning dal o'zida sizning mushu xotirjamligingiz uchun, sizning ashu Uyg'ur degan nomingizni yo'qotmaslik uchun 36 yil burun issiq qonlarni suvdek iqitgan, yalang'och ko'kirki bilan 22 mingdan ortiq dushman armiyasiga qarshi jang qilgan shu shahidlarning ro'yi tirilib kelib, oldimizda paydo bo'lsa va ko'zimizga tikilib turib, ey qarindishim, biz sen uchun yoshligimizni, jinimizni pido qildik. Sen bugun biz uchun, bu millat uchun nima qilding deb so'rasa, nima deb javob beramiz? Pulim yo'q deya, sharoit yor bermi deya, qo'rqib qoldim, urug' tuqqanlarimga ba'zi manfaatlarga tortishib qoldim demdik. Yo'q. Ularning qonga bo'yalgan ko'ynaklari oldida sizning hech qanday bahoningiz o'tmaydi. Shunga bugun men sizni ashu rahat o'rningizdan so'rab chiqarib, tarixdagi eng vahshiy, eng qo'rqinchli, lekin eng sharafli bir sot maydoniga 1990-yili qon bilan yuyilgan barin tuprog'iga yib boraman. Bu videodan qochmang, ko'masdan o'tib ketmang. Chunki siz bu ekrandan qocha olsangiz, vijdoningizning bu sotidan manguga qochmaysiz. Undaq bo'lsa, boshladik izbosar. Hurmatli izbosarlar kanalining barcha ixlosmand ko'ruvchilar, bizning darsimizni ko'rayotgan kishilarning 90%dan ko'proqi bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lmasdan turib bizning darslarimizni ko'rdi ekan. Shuning uchun bizni qo'llash va darslarimizning texnik ko'p kishilarga, texnik ko'p yoshlarga yetib berishi uchun kanalimizga a'zo bo'lgandan keyin andan keyin darsga davom qilgaysizlar. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. 1990-yili 4-oyning 5-kuni vatanimizning Aqto'y noyasida barin jihad yuz berdi. Siz bu harakatni faqat bir necha yoshning o'z hissiyotlariga berilibla o'tkinchi qilgan ishi deb o'ylamsiz. 40 yillik mutlaq asoratdan keyin millionlagan armiyasi, zamonaviy qurollar bor bir yovuz, qonxo'r dushmanga qarshi qurolliq inqilob qo'zg'ash degan mundaqli vujudga keladigan ish emas. Buning orqasida butun bir millatning 40 yil bo'yi bo'g'ilgan ovozi, siqilgan nafsi, ezilgan g'ururi va tartib ilingan yashash huquqi bor. Buni tushunish uchun biz shu 80-yillarning oxiridagi shu qo'rqinchli reallikqa, Uyg'ur xalqining shu vaqtdagi jon tolishish davriga bir qur nazar solishimizga to'g'ri keladi. Buni men qisqacha 4 nuqtaga yig'inchoqlayman. Birinchisi, iqtisodiy qirg'inchilik. Xitoy shu chog'larda islohot echiviti shuara ostida Bingtonni kengaytib, butun mol dunyolarimizni, munbat yerlarimizni tatib oldi. Dehqonlarimiz qaqas cho'lliklarga qistaldi. Ishlab chiqarish vayron qilinib, g'oyat zo'r osh-chalang'ashlik maydonga keldi. Bizning munbat zaminimiz batdi, lekin biz ocharchilikqa mahkum bo'lgandik. Ikkinchisi, planliq tug'ut jinoyati. Siz hozirgi bugungi vatanimizga lagerlarni ko'rib dahshatga tushyapsiz, shundaqmi? Ammo u yillarda Uyg'ur onalarining qornidagi 7-8 oylik begunoh buvoqlar o'ldirilgan yoki tirik axlatxonalarga tashlab etilgan. 1989-yili shu kichikina barin yisining o'zida bir yilda 250 dan ortiq onaning qorni yerilib, Uyg'ur farzandlari vahshiylarcha o'ldirilgan. Uchinchisi, diniy besim. Marhum ustozimiz Abdullakim Maqsumajim qatorliq olimlarimiz boshlagan diniy va milliy uyg'unish Xitoyni qo'rqitib, vaziyat xeyli qattiqlashib ketdi. To'rtinchisi, xalqaro vaziyat. Sovet ittifoqidagi o'zgarish tufayli qo'shnilarimiz, ya'ni shu Turkiya davlatlar mustaqillik puroqlarini ilayotgan, Afg'oniston xalqi urushda g'alaba qilayotgan bir mezgillardi. Endi men qarang, mana mushundaq tuproqingiz salom taraj qilinayotsa, onalaringizning qorni yerilib, buvoqlaringiz o'ltirilyotsa, g'ururba millat nima qilish kerak? Agar bu sinoq bugungi yoshlarga kelsa, darhol bahon topamiz, shundaqmi? Dushman bak kuchlik, qurol tuzak texi yo'q, jon saqlayli deymiz. Chunki bugungi ro'yimizda fidokorlikdan asar maqomiga turdi. Biz rahatning quliga o'yinib bo'ldik. Xitoymi dal shundaq o'ylagandi. Bular quldek bo'ysundirildi, hamda hargizmi qarshilik qilolmaydi. Ammo dushman shuni unutib qolgandiki, Uyg'urning tomordagi qon hargizmi qulluqqa mangu ko'nadigan qon emas. Bu millatning ichida haqiqat uchun osmon o'rilib tushsimi, yanada har zamon ko'krak kerib chiqadigan erkaklar texi o'lmagandi.
u yillarda xalqimiz boshsiz va nishonsiz qolgandi. Islomning zulmga qarshi turish mohiyati unutilib, ko'chalarda Xitoyning ko'k shapkalarini kiyib, beshimizni egib shu quldakli mengishga ko'nib ketgandik. Hatto bizning ziyolilarimizmi tuxumni toshga urg'ili bo'lamdi deb jon saqlash falsafasini shiddat bilan jamiyatga singdirayotgan bir mezgillardi. Dal shu umidsizlik va bexudlikning eng yuqori pallasida Aqto'ning barinnisida bir guldirmami ko'tarildi. Bir millatning yukini o'z yelkasiga olgan bir yigit o'tirg'i chiqdi. Uning ismi Zaydin Yusuf. Zaydin Yusuf kimdi? U chet ellarda o'qib kelgan siyosatchi, akademik yoki alayda bir xodim emas. U Abdulakim Mahsum hojimning madrasasidan chiqqan bir talibdi. Ammo uning qalbida bir imperiyani titirtadigan ruh botdi. Eng muhimi, u bu inqilobni planlagan vaqtda necha yoshda bilamsiz? Amdili 20 yoshdan halqagandi. Unda da bugungi 20 yoshlik yoshlarimiz nima qilyotdi? Texi ota-onasining qo'ynida kiyim tanlayolmay, nima qilishni bilmay tamtirab yuradi. Ammo Zaydin Yusufchi, u millionlagan armiyasi bor yovuz dushmanning oldida millatning qulluq zanjirini uzish uchun ko'krak kerib o'ttirg'i chiqdi. Zaydin Yusuf faqat hissiyotga berilib quruqmush ko'targan oddiy bir yosh emasdi. O bütün vatanimizni 2 yil tafsili aylanib, nurg'un olim ulamo ustoz ziyolilar bilan fikr almashtirib, andin bariniga qaytib yetib kelgandan keyin sabdoshlarga shundoq degan. Vatanda har kuni zulm davom qilyotdi. Alloh bizga bu vatanni ato qildi, ammo buni bizning qo'limizdan dushman tortib oldi. Mushundaq ahvolda islom bizdan nimani kutadi? Qur'on faqat mazorliqlarda o'liklarga o'qilgan kitob emas. Qur'on jihad qilishning, zulmga qarshi turishning mezonidir. O shu e'tiqod bilan 1989-yili maxfiy holda sabdoshlari bilan bir tashkilot qurib chiqdi. Bu tashkilot hammamizga mashhur bo'lgan Sharq Turkiston Islom partiyasi. Shuningdan keyin ular tez vaqtda maxfiy yig'inlarni ichib, tashkilotning kichik bo'lsa-mu muntazam bir armiyaga aylantirdi. Muavin qo'mondon, orqa saf qo'mondoni, hatto otliq qism va qoral yaroq boshqarish, orqa saf ta'minoti degan o'xshash hammani sistemlashtirdi. Bugungi kunda erkin davlatlarda turibmi 10 odam yig'ilib bir tashkilotni boshqara olmayotgan. Bir-birini e'tirof qilmay ittifoqlasholmayotgan biz Xitoyning zanjir topini ostida mushunda qo'shin tashkillagan shu dohiydan nomus qilishimiz kerak emasmi? Albatta bu hammamiz to'pimizni oldimiz qo'yib o'yinishga tegishli bir ish. Ularning qandoq bir oliyjanob ruh bilan tayyorlik qilganligini bilamsiz. Quloq soling. Qo'zg'alangdan burun Zaydin Yusuf Sabdishi Aziz Qurbon bilan 2 mehmonni kutib oladi. Ular mehmonlarga lag'man buyurtib berib, o'zlari biz tomoq yeyaptiq deb ularga qarab paranglashib o'ltirdi. Mehmonlar ketib bo'lgandan keyinchi qo'rsoqlari ichib ketgan bu 2 qahramon oshpazdan ozroq osh suvi so'rab, yenidagi shu qetib ketgan zag'ir nonlarini chiqarib yeyishga boshlaydi. Buni ko'rgan Aziz Qurbon sal xijil bo'lib, Zaydin qari, bir taqsi lag'man bir qo'y tursa, bakli chupaylishib ketdikmi nima deydi. Shu chaqda Zaydin Yusufning ko'zlaridan o't chaqnab, biz buyuk bir ishga tutish qilyapmiz. Bir qo'y pulga bir pay o'q keladi. Agar shu 2 taqsi lag'manni yevatsak, dushmanga otadigan 2 pay o'qni yevatgan bo'lamiz deydi. Anladingizmi mening izbosar qayrindishim? Biz kimlarning izbosar ekanmiz? Yana bu voqeani anglab beqing. Aziz Qurbon yana shu Zaydin Yusufning yamoq ustiga yamoq tushib ketgan shu o'tikini ko'rib, chidamasdan uni bir oyoq to'kuniga boshlab kirdi. Va qarim, mushu o'tikni kiying. Xalq sizga qaraydi-ki, biz buni ko'rsak xijil bo'lib qoldik ekanmiz deydi. Zaydin Yusuf bo'lsa, mening bu o'tikimning umri mendanmi uzun deb do'kondan chiqib ketdi. Orqasidan yugurib chiqqan shu sabdishiga u shundoq javob berdi. Bu so'z biz avlodlarning vijdonini titirtib yetdi. Laxti qiladi. 2 yildan beri Bengton suni to'sib olg'ashqa, yezimiz barining itizlari qurib ketdi. Yeydigan zag'irnammi yo'q, ochliqdan o'lib ketayotgan buvoqlarning jinoz namusini mana men tushiryotaman. Her kuni jinoz namozi o'qilyotdi. Agar qo'limizda ortiq pul bo'lsa, menga o'tik olmasdan shu osh qolgan bechoralarga non ep beraylik deydi. Anladingizmi qayrindishim? Biz bugun minglab pullarni kiyim-kechakka, qahva, ichimliklarga isrof qilyapmiz. Millat uchun ozroq pul chiqarishga kelganda ming bir bahona topamiz. Ammo ular millatning erkinligi uchun bir pay o'q uchun o'z qo'rsqidan voz kechgandi. Ular o'zining koni o'tkiga emas, millatning oshqagan buvoqlariga yig'laydi. Mana bu haqiqiy erkaklik. Ular mana shu qiyin sharoitlarda yushurin mashq qildi, pul yig'di, tog'larga chiqib partizanlik urush qilishga tayyorlandi. Ammo tarix hamisha biz o'ylagandek unda tuz siziqda mengib ketmaydi ekan. 1990-yillari aprelning boshlari bir xoinning sababidan ularning maxfiyati oshkorlanib qoldi. Plan muddatdan burun shu soqchilarga fosh bo'ldi. Qoral yetarlik emas,
tayyorlik teqib bitmagan. Bu vaqtda Xitoy armiyasi va tanklari qora bulutdek Baranға allburun bostirib kelyotdi. Mushundaq qiyin ahvolda bir qancha ko'ni miltiq bilan qolgan 26 yoshli Zaydin Yusuf va uning yindiki qahramonlar nima qarorga keldi? Qashdimi? Tuxumni tashqurg'ili bo'lmaydi deb qo'rqib taslim bo'ldimi? Yo'q, qarindishim. Ular qurolning yetarsizligini, dushmanning qanchalik kuchli ekanligini albatta obdan bilishadi. Bu jangda balkim cho'qim o'ladiganligini, hayot qilish umidining nol ekanligini biladi. Ammo urush portlash oldida Zaydin Yusuf sabdoshlarini yig'ib shu tarixiy so'zni qildi. Bu so'z bizning bugungi qo'rqinchoq va manfaatparast psixikimizga urilgan eng qattiq shapaloq hisoblanadi. Zaydin Yusuf nima dedi bilamsiz? Bizning bu jihodimizdagi asosli maqsadimiz zulmga qarshi turish va mustaqilligimizni asliga keltirish. Agar biz bu yo'lda o'lib ketsak, o'z jinimizni pido qilish orqali Uyg'ur xalqining mustaqillik irodasining, islomiy ruhining texi o'lmaganligini Xitoyga va butun dunyoga ko'rsatib qo'yishdir. Biz o'lib ketishimiz mumkin, lekin o'limimiz millatning uyg'onishi uchun pilik bo'lg'usi. Endi o'zimizga bir qaraylik qarindishim. Biz bugungi erkin dunyoda turibmi, faqat pul tepish, uy, mashina olish uchun chopamiz. Millat uchun azroq xizmat qilib qo'ysakmi, ismim chiqami, menga foydasi bormi, oldingi hisobda o'tiramanmi deb hisoblashimiz. Ammo barin yigitlari shuni aniq biladiki, bu qig'ini uchun ularga hech kim medal bermaydi. Ularning jasadi qoniga milinib, hatto kepansiz ko'milib ketishi aniqlik ko'rinib turadi. Shundaqdimi ular faqat biz uchun, bizning kelajagimiz uchun o'limga qarab mengishni tanladi. 1990-yili 4-aprel kuni Qashqar, Xotan, Aqsu, G'uljidin kelgan va Barin xalqidan tashkillangan 500 dan ortiq mujohid Zaydin Yusufning qo'mondonligida Barin yezliq hukumat qarab yurish qildi. Ular ko'chalarda Allohu akbar deb takbir etib mangdi. Lekin Zaydin Yusuf berib urush boshlamadi. U avval Xitoy hukumatiga xat yozib, uni mikrofon bilan butun xalqqa, dushmanga anglatdi. Har qanday hukumat odam o'ltirganlarni otadi. Yezimizda bir yilda 250 ayolning bolasi nahaq o'ltirildi. Bundaq qilish qotillik hisoblanamdi. U qotillar nima uchun jazolanmaydi? Xitoydan Urumchiga har 15 minutda bir poyezd kelib turadi ekan. Kelganlarning hammasi Xitoy. Biz Uyg'urlarga planliq tug'utni yo'lga qo'yishning o'rniga Xitoylarni akamisi bo'lmadimi? Planliq tug'ut amaldan qoldirilsin. Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini ko'chirish to'xtatilsin. Xalqimiz ustidagi bosiliq yangilatilsin. Xitoy millatchiligi tugatilsin. Kamsitishga, ezishga, yutib olishga, xo'rlikqa qarshi turamiz deb haqliq talablarini o'tirg'a qo'ydi. Ammo dushman buningga nim bilan javob qaytardi. Xitoy darhol butun Janubiy Sharq Turkistondagi havo armiyasini tik-kuchar va tanklar bilan to'liq qurollangan 22 mingdan ortiq muntazam askarni Baranға bostirib keldi. Ko'z oldingizga keltirib beqingchi. Yigitlarimizning qo'lida nima batdi? Bir qancha tal o'miltiqi, katman, ori pichoq va dastlabda tortib olingan shu osondagi tapancha avtomat. Dushmanda bo'lsa, havodan tik-kuchar ayoqlar yomg'ir yog'diryotdi. Yerdan tanklar va zambiraklar Barin tuproqini vayron, kukum talqon qilyotdi. Shu dahshatli qiyomatda yigitlarimiz qochdimi? Yo'q. Ular yalang'och ko'kraklari bilan dushman o'qlariga qarshi itildi. Urush 5 kech-kunduz to'xtovsiz davom qildi. Ammo o'q tugidi, oziq-to'likmi tugidi. Va shu muqaddas tuproqda yomg'irdak yaqqan o'qlar ichida millatning so'yimli qahramoni, shu bosh qo'mondan Zaydin Yusuf qoniga milinib shahid bo'ldi. U shahid bo'lganda endi 26 yosh edi. 26 yosh. Bu sonni ichimizda yana bir takrorlab baqaylikchi. 22 mingdan ortiq muntazam Xitoy armiyasiga qarshi butun qo'shinni tashkillab, safning oldida shahid bo'lgan u gigant qo'mondan endi 26 yosh edi. Tarixga qaraydigan bo'lsak, mayli islom tarixida bo'lsin yoki o'zimizning Uyg'ur tarixida bo'lsin, dunyoda eng og'ir yuklarni ko'targan, eng cho'ng burilishlarni hosil qilganlar zodi kimlar? Ko'pinchisi yoshlar. Islomni Madinaga taratgan Mus'ablar, Istanbulni olgan Sultan Fatihlarmi hammasi yoshlardi. Ammo bugun o'zimizning holiga qarab, ko'zlarimizda odamning qalbini titrtadigan, ashu o'tliq ruhning yo'qolib ketayotganligini ba'zida his qilib qolaman. Bizni uxlatmaydigan, yuragimizni o'rtaydigan haqiqiy bir dard bugun intayin kamchil bo'lyotdi. O'ylab baqaylikchi. Bugun yangi mashina, yangi telefon yoki pul tepishning yo'llari haqida gap ichilsa, yoki qayerda o'yin tomosha baka deyilsa, boshqalarning shaxsiy ishlari to'g'risida munozirlar bo'linsa, ko'zlarimiz shundoq chaqnab ketadi. To'ymay soatlab, kechlab paranlasha olamiz. Energiyamiz teshib turadi.
Demak, bizda aslida bir yoshlik energiyasi bor-ku. Ammo lekin gap bizning g'oyimizga, vatanimizning qonliq realligiga, millatning taqdiriga, g'imiga, o'zimizning bugungi ahvoliga kelganda, bizga zona nima bo'ldi? Suhbatlar uzunga bormaydi. Ajoyib g'aroyib tahlillar o'tirg'i chiqadi, ish bakli murakkablashib ketadi. Xuddi tokini tortib o'tgandek hammamiz tuyuqsiz, ruhsizlanib bo'shib ketamiz. Eg'izimizdan chiqayotgan bahonalar oldida jorisib har doim qilayotgan davoyimiz xijillikda o'zini qo'ydigan yer topolmay qoladi. Buni his qilmas qilamiz. Qarindishim, biz qachondan beri mushundoq bo'lib qoldik? Dushmanmi tatib olamagan shu o'tliq ruhni qachondan beri o'z qo'limiz bilan o'chirib qo'ydik? Yoshlik degan millatning kichikkina ish uchunmi boshqalar bo'linga, qilinga, bo'la qilmamsa deb so'rab yuradigan miyiblik emas-ku. Yoshlik degan o'zligidan portlab chiqadigan bir davr. U men oldiga chiqay, millatning yukini men ko'taray, qiladigan ish bormi deb oldiga itilib turadigan bir davr. Fidokorlik urg'ib turadigan bir mezgil. Zaydin Yusuflarni 26 yoshida bir kayindan ishtirib, so'rab, yolvurib mangdirganmi? Yo'q. Ularning ichida yenib turgan bir dard botdi. Shu dard ularni o'ltirg'izmaydi. Şuna kelin qarindishim, ichimizdagi uxlab qolgan shu qahramonni, kul besib qolgan o'sha cho'g'ni qaytadan yolqinchitayli. Yoshligimizni quruq havaslarga zoyi qivatmay, yuragimizga o'sha dardni va energiyani qaytarib kelayli. Chunki bugun millat bizning tomoshabin bo'lib o'ltirishimizga emas, itilib chiqib sapning oldida menishimizga eng ehtiyojli. Mana Zaydin Yusuf rahimahulloh 26 yoshida shahid bo'ldi. U yerga yiqilganda sabdoshlari uni quchqiga oldi. Yaralangan yerini ko'makchi bo'lib kiyimini yechganida, ko'zi uning chopinining ichidagi qat-muqat yamoqlarga va teshilib titilib ketgan shu koni o'tkiga tushdi. Shu topda mujohidlarning ko'zlaridan issiq yoshlar to'kildi. Ular amaliyotda hargiz yig'lamaymiz deb va'dalashgandi. Ammo bu yig'a qo'mondan o'lganlik uchun bo'lmasdan, balki butun millatning kelajagini o'ylagan shu ulug' dohining shuncha vayrona kiyimlar ichida o'z jinini pido qilayotganlik uchun to'kilgan yoshlardi. Bu Uhud kunida beshini yapsa puti ichilib qolgan, putini yapsa beshi ichilib qolgan Mus'ab radhiyallohu anhuning jasadi oldida to'kilgan yoshning davomidir. Ular darhol ko'z yoshlarini surtdi. Zaydin Yusufning qurolini ilib, o'rnidan dast tutdi va dushmanga qarab shirdak etilib jihodini davom qildi. Qarindishim, mushu yerda cho'nqur bir o'ylab yiqing. Qo'lda faqat tapancha bilan koni miltiqli bo'lgan bir necha yuz odam, tanka va tik ucharlar bilan qurollangan 22 minglik armiyaga qandoq qilib bir haftaga yaqin taqobil tura oldi? Bu faqat botirlik bilan bo'ladigan ishmi? Yo'q. Ularning eng kuchli quroli, eng buyuk siri mutlaq itoat va tashkiliy birlikdir. Bu 500 dan ortiq mujohid, qahramon o'z jinini, manfaatini bir chetga qo'yib qo'yib, Zaydin Yusuf rahimahullohga shartsiz sodiqlik bilan ergashdi. Ularda sening deganing bo'lamdi, kichikina bir bol tutsa deydigan unda kibr yo'qdi. Mana bu biz bugun cho'nqur tushunishimiz kerak bo'lgan bir dars. Bugun bizda nima kam? Biz erkin dunyoda turibmi, shaxsiy manfaatimiz, manmanligimiz va kibrimiz yuzidan bir tashkilotda 2 kun birga tura olmaymiz. Rahbar yoqmasa yoki almashtirilsa, darhol to'plarga bo'linib parchalanamiz. Hamma odam o'zini dohiy sanaydi. Hech kim boshqalarning buyrug'iga itoat qilishni, kollektiv uchun shaxsiy manfaatini qurbon berishni xolamaydi. Ammo barin yigitlari qon bilan shu haqiqatni isbotladiki, tashkillanmagan, itoati yo'q millionlagan odam faqat qo'rqinchoq bir to'pdir. Ammo shaxsiyatini umum uchun qurbon qila olgan, boshliqiga mutlaq sodiq bo'lgan 500 odam yengilmas bir qudratdir. Itoat yo'q yerda g'alaba bo'lmaydi. Birlik yo'q yerda qarishliq bo'lmaydi. Biz barindan faqat o'lishni emas, balki kollektiv uchun qandoq bir badan bo'lib tirilishni o'rganishimiz kerak. Bu jangda Zaydin Yusuf rahimahullohning yonida muavin qo'mondan Abdug'ini Tursun, Jamol Mehmet, Issoq Qo'shur, Mehmet Tursun, Ahad Tilvaldi qatorliq 107 nafar eng isl mujohidlarimiz shahid bo'ldi. 4-oyning 10-kuni Mehmet Tursun oxirgi yigitlar bilan muasirni bosib chiqib, ularni pash qilgan munofiqni o'z qo'li bilan itib tashladi. Oxirida ularni botirlarcha elishib shahid bo'ldi. Xitoy barinni tub-tuz qilib etdi. Hatto bo'shitdagi buvoqlarga o'q yog'dirdi. 10 necha nahiyadan 2000 dan ortiq begunoh Uyg'urni turmalarga tashladi, o'lim jazosi berdi. Shuning bilan hamma ish tugidimi? Uyg'ur taslim bo'ldimi? Shu chaqda o'zini aqlli sanaydigan ba'zi ziyolilarimiz bir necha nodon dehqon isyon ko'tarib tuxumni toshga urdi, xalqqa balo tepadi deyishdi. Xitoymi bularning bilini sindirdik deb o'yladi. Ammo Xitoymi, ashu qo'rqinchoq ziyolilarimizmi, xalqimizmi qattiq xatolashdi. Barin taslim bo'lish emas, barin qulluq va asoratda jon taslim qilish oldida turgan millatga
o'z qini bilan yangidan hayotlik beg'ishlagan obiy hayotga aylandi. Shuningdan keyin Uyg'ur xalqi uyg'onishga boshladi. Ko'chalarda Uyg'urning beshidan Xitoy shapkalari yo'qoldi. Erlarimiz milliy do'ppilarini kiyishga, yoshlarimiz musulmonlikni oddiy shakl emas, balki zulmga qarshi turish deb tushunishga boshladi. Cho'ng shaharlarga Xitoy Uyg'ur inoqligi barin inqilobi tufayli pachaqlanib tashlandi. Qarindishim, mana bu Sharq Turkiston xalqining Xitoy mustamlikasini hargizmi qabul qilmaganligining va manguga qabul qilmaydiganligining eng buyuk namoyandasidir. Xalqimiz fursat va sharoit topsalar, asoratga bo'y egmaydiganligini tarixda qayta isbotladi. Ular erkinlikka bo'lgan o'tliq intilishini vaqtkas qalam bilan, vaqtkas mana shunday qurolliq jihad bilan butun dunyoga bildirib keldi. Bugun Xitoy yana xalqimizni lagerlarga tashlab, osmonlar yaqib yo'qotdik deb g'olbiyat marshini chilayotdi. Ammo biz shuning qattiq ishonamizki, vatandagi xalqimiz hargizmi osmonlar bo'lib yo'qab tugab ketmaydi. Ularning qalbidagi o't hargizmi o'chmadi ham o'chmaydi. Faqat bir mezgillik kul ostiga yushinib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga bugun eng og'ir yuk, eng og'ir mas'uliyat bizning erkin dunyoda yashayotgan siz bilan mening ustimda. Agar biz sirtdan turib shu qorong'u sepilni yerib, azroqli bir yo'riqlik va fursat yarata olsaqlar, mazlum xalqimiz eng sharafli qahramonlikni yana bir qitim butun dunyoga ko'rsatadi. Ular taslim bo'lmadi, faqat bizning shu fursatni yaratishimizni kutyapti. Zaydin Yusuflar kelajakni ko'rgan haqiqiy dohiylardi. Ularning teni o'lgini bilan ruhi shu millionlagan yoshlarning qalbida tirildi. Shuningdan keyingi Sharq Turkistonda ilib berilgan butun qarshilik harakatlari, shundaqli chet ellardagi Uyg'ur jangchilari dal shu qonliq bahordan, shu 107 shahidning qinidan ilhom oldi. Endi navbat bizga keldi. Ko'zimga qarang qarindishim. Hozir dal mushu sekundda qalbingizni, vijdoningizni sotqa tortib yiqing. Zaydin Yusuflar shahid bo'lgani 36 yil bo'ldi. Bugun Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan xalqimizni lagerlarga tashlab, Zaydin Yusuflarning ko'pib ketishining oldini olish uchun tarixda misli ko'rilib boqmagan irqiy qirg'inchilik qilyapti. Madaniy meroslarimiz vayron qilinib, masjidlarimiz cheqildi. Nomusimiz dafsanda qilindi. Shundaq bir fojialik davrda o'qish, pul tepish va erkin so'zlash fursati bo'lgan erkin dunyodagi biz yoshlar zodi nima qilyapmiz? Yana tashkilotlarda ittifoqlik yo'q. Men yolg'iz nima qila olaydim? Xudoyim o'zi yordam qilajimi deb bahona tepib, arzimas manfaatlarning kayniga mo'kinib oldikmi? Telefonni kulib, yaxshi kiyinib, yoshligimizni isrof qilyapmizmi? Vijdonimizga bir savol qo'yib boqaylik. Zaydin Yusuflar yalang'och ko'kirki bilan 22 mingdan ortiq askarning oldiga chiqqanda sabdoshlarining ozligi, pul va kuchining yo'qligini bahona qilmagan. Ammo biz hech kim bizni o'ltirmaydigan shu erkin allarda turibmi? Urug' tuqqanga yoki tijoratimizga biroz ziyon yetishidan, pulning to'xtab kelishidan qo'rqib, haqiqatni so'zlashdan qochib yuribmiz. Bo'layotgan ishlarimiz so'q suv sepishga, ahamiyatsizlikni o'ttirga chiqarish orqali o'zimizning vijdonsizligimizni yo'gashga tirishyapmiz, urinyapmiz. Bizning g'ururimiz qachondan beri shunday arzon bo'lib qoldi qarindishim. Telefonimiz sinib ketsa, mashinamiz surilib ketsa yoki biroz so'qib qo'ysa, necha hafta beyaram bo'lamiz. Ammo millati vatani o'tni ko'yvasa, hech ish bo'lmagandek oqmas bonlarning orqasiga yushirni bilib, quyruqimizni xadi qiladigan biz qandaq insonlarga aylanib qoldik? Men bu so'zlarni haqoratlash uchun qilmadim. Chunki men sizning shu ko'zlaringizdan shu Zaydin Yusufning ro'yini ko'ryapman. Siz hargizmi qul emas. Siz shahidlarning izbosarisiz. Barinning shu 107 shahidi o'z vazifasini ado qilib ketdi. Ular biz uchun ota-onasini, ayol bolalarini, issiq jonlarini pido qildi. Ba'zilari mana 36 yildan beri Xitoyning shu qorong'u kamerlarida texicha azob chekyapti. Ammo ularning yelkisidan yerga tushgan shu bayrog'imiz hozir sizning dal putingizning oldida turadi. Endi uni kim ko'taradi? Osmondan farishtalar tushib ko'taramdi? Yo'q. Shu bayroqni siz ko'tarasiz. Yuragingizga qo'lingizni qo'yib so'rab beqing qarindishim. Qalbimizda ularni zolimning qo'lidan qutuldirish ro'yi qoldimi? Biz ulardan haqiqiy faxrlanaldikmi? Hech bo'lmaganda shu zolim dushmanga qarshi tomorimizni ko'p turdigan, tenimizni titirtadigan, qinimizni qizitadigan shu nafrat qoldimi? Bugungi holimiz shundoq bir fojialik patqoqqa petib qoldiki, kim do'st, kim dushman, kim millatga foydali, kim ziyonli ayirolmaydigan, hatto ayirishni xohlamaydigan bo'lib qoldik. Hamma narsa o'rlashib, qaysi go'har, qaysi tezak bilinmayotimiz. Shun qilayotgan ishlarimizdan barkat qechiyotdi. Eng qo'rqinchlisi, orimizdagi haqiqiy ish qilayotgan, millatning yukini mo'risiga olgan sog'lom kishilarni yo'lash va kam yerini to'liqlashning o'rniga ularni yordamsiz tashlab qo'yapmiz. Ularni kayindan g'ajab tishlayapmiz. Bundaq to'xopoqlik bilan biz hech yerga bora olmaymiz.
Әмді босымы қалымызды сілкейлі қайрындышым. Шәхсиетімізді еңіп, İslam bizga bekitgan mas'uliyatlarni to'nib, sog'lom va fidokor qarindoshlarimizning atrofiga mahkam uyushaylik. Shu orqali tashkillanib amaliy harakatga o'taylik. Har qadamimizda shu shahidlarimizning shaxsiyatidan olqish va fidokorlik ruhini o'zimizga ulgu qilaylik. Ko'zimga qarang qarindishim. İnsanning qadr-qimmati zodi nima bilan o'lchanadi? Bankadagi puli yoki kiygan markalik kiyimi bilanmi? Yoki yashagan hashamatlik uylari, minib olgan mashinalar bilanmi? Yo'q. Tarix bizga shuni o'rgatadiki, insonning haqiqiy qimmati faqat din, vatan va millat uchun foydali bir ish qila olishida va uningga kerak bo'lgan jasoratni qalbida har doim tiklab tirik tuta olishida ko'rinadi. O'ylab beqingchi, Zaydun Yusuf va shu barin shehidlar bizga oltin kumush, qasr, saroy miros qoldirdimi? Yo'q. Ular vayron bo'lgan yeza va qonga minib ketgan, teshilib ketgan eski koni chapallarni qoldirgan. Amma nima uchun biz ordan 36 yil o'simi, ya'ni shu yitiq kiyimli qahramonlarni ko'z yish ichida ichimizdan so'yinib, qalbimiz titrab seg'inyapmiz? Chunki ular bizga eng qimmatli go'harni, inson bo'lib yashashning haqiqiy g'ururini qoldirib ketgan. Qarindishim, agar inson o'zining din, millat va vatandan iborat bu oliy g'oyasidan ayrilib qolsa, uning oldida faqat ikki xil fojiali yo'l qoladi. Birinchisi, faqat o'z qo'rsqi, shaxsiyati uchun yashash. Texi ba'zilar hech kimga ziyon solmay yashab, xotirjam ketib bormangu deb o'ylaydi. Lekin bu xil yashash aqlsiz hayvondanmi tuban bir yashash. Chunki hayvonmi yey deb, yuk to'shib, sut berib insonlikqa foydali xizmat qiladi. Ammo aqli va iymoni turib, millati qirilayotganda ko'r bo'lib olib, o'z manfaati uchun yashaganlik ruhsiz jasadlikdir. Hayvondanmi betar mavjudlikdir. Ikkinchi va eng qo'rqinchli yo'l xoinlik. Ba'zi qo'rqinchoqlar millatini setib dushmanga yaloqchilik qilsam, aman qolma, bayashat yashayman deb o'ylaydi. Ammo tarix va psixologiya bizga shuni ko'rsatib qo'ydiki, xoin bo'lib yashagandan tuproq ostida chirib ketgan ming a'lo. Buni islom turmoq kufr dunyosini qabul qilmaydi. Butun insoniyat, hatto shu xoinni ishlatayotgan zolim dushmanning o'zini uni hargiz odam qatorida ko'rmaydi. Dushman faqat uning millatga otgan o'qidan foydalanadi. Ammo ich-ichidan uningdan jirginadi. Chunki u o'z onasini millatini tishlagan ishit ati menimi tishlaydi deb biladi. Shunga tarixdagi butun xoinlarning oxirgi qismati dushmanning o'z qo'li bilan bo'g'izlanishi bilan oxirlashgan. Xoin mana shuningdek oxiratdan burilib shu dunyoda sharmanda bo'ladi. Shuning uchun aziz izbosar qarindishim, ya Zaydun Yusuflardek millatning dardini ustimizga ilib, g'ururlik bir inson, sharaflik bir musulmon bo'lib yashaymiz, yoki shu qo'rqinchoqlikning patqiqiga pitib, tarixning va Allohning la'natiga uchrab yo'qab ketamiz. Bugungi kunda din, vatan va ezilgan xalqimiz uchun dardlanish bir tanlash emas, balki insonligimizning eng tubki sharti. Biz manfaatga emas, haqiqatga bosh aytgan bir avlodlarni yetishtirib chiqishimiz kerak. Shunda qila olsaqlar, shahidlarning qinidan unib chiqqan bu izbosarlar yaqin kelgusida inshaalloh Sharq Turkiston tuprog'ida sholliq bir izni borliqqa keltirdi. Balki amiz qandoq qilamiz, qo'limizga qo'ral ib ko'chaga chiqib to'lishamdoq deyishingiz mumkin. Bugun biz qiladigan nurg'unlagan ishlar bor. Agar siz o'quvchi bo'lsangiz, eng yaxshi o'qib, xalqaro dushmanni titirtadigan millatning mingsiga aylaning. Mana bu sizning boriningiz. Tijoratchi bo'lsangiz, pulning qulig'iga aylanib qolmasdan, boylik tepib muqaddas davoni qo'llaydigan iqtisodiy tirakka qilinayotgan xizmatlarning yiqilg'usiga aylaning. Mana bu sizning boriningiz. Ona bo'lsangiz, farzandingizga borining ruhini o'gitib, ularni kelgusining Zaydun Yusuf qilib yetishtiring. Mana bu sizning eng buyuk boriningiz. Qo'lingizda qalam bo'lsin va yoki qo'ral, hattoki dollar vaqtingizni behuda ishlarga sarf qilmang. İmkaniyetinizde en yukarı çekte işletip, din, vatan, millet için hizmet kıldırın. Emdi ornunuzdan ders durun qarindishim. Qaddingizni tik tutib yaşang izbasar. Siz emdi bir mujahid, barin şehitlerinin izbasari. Qiyomat günü şu 107 şehit sizning yaqiningizdan tutib, biz sen üçün can berdik. Sen biz üçün nima qilding? Millat üçün nima ishlarni qilding deb so'raganda, yerga qarab tirnoq tatlaydigan emas, balki ko'ziga tikilib turib, men sizlarning bayroqinglarni yerga tushamidim. Men izinglarni bo'ylab oxirgacha menga mushay keldim deydigan mag'rur javob bera oladigan, Firdavs jannatlarda ular bilan billa o'ltirib, mana shu tarixlarning oxirini suhbatlasha oladigan izbosarlardan bo'ling. Oxirida bugungi barin inqilobi haqidagi darsimizni Uyg'ur xalqining yosh doisi Zaydun Yusuf rahimahullohninki bo'lmas nomli she'ri bilan oxirlashtirma. Yaxshi quloq solib anlaysiz. Xitoy zolim, Xitoy dushman, uningla o'zlashib bo'lmas.
Xitoy makkar, Xitoy xoin, yo'lida yo'l yurib bo'lmas. Xitoy insobi yo'q maxluq, go'zal kunlar ko'rib bo'lmas. Xitoy mal'un, Xitoy orsiz, urushib qutulib bo'lmas. Yo'qotmay yovni bu eldan, saodatni ko'rib bo'lmas. Bu davlatning asl ismi azaldan Sharq Turkiston. Emas Junxo eli hargiz, tilingni tat razil shayton. Agar senda vafo bo'lsa, bu davlat bir go'zal jonon. Vatan uchun arzigay hatta, pido bo'lsa tuman ming jon. Sharaf izzat yetib kelmas, vatan uchun bermasang hech qon. Jiningdan kashmasang hargiz, jonon ko'ngling utib bo'lmas. Xitoy orsiz bu dushmanni yengish uchun ittifoq lozim. Buning uchun har vaqt Qur'on va sunnat tingshimoq lozim. Bu millatning dinini va tilini qo'llamoq lozim. Xitoy mal'unining tangan dinini tillamoq lozim. Inoqlikni asos qilmay Xitoyni yo'qitib bo'lmas. Musulmonni xurafiy deb yaratmay ko'zga ilmaymiz. Yalan boshlarni dinsiz deb tushunmasdili tillaymiz. Uyarlik u buyarlik bu diban odamni xillaymiz. Razil o'qishga qul bo'g'ash, razil o'qishchi chillaymiz. Yo'qotmay ushbu illatni, saodatni ko'rib bo'lmas. Mana bu alam va qalamda yetishgan shu 26 yoshlik shahidning bizga qoldirgan eng oxirgi, eng og'ir vasiyati. Biz bu vasiyatga varis qila olamdik yo'q. Yerda qolgan bu qonliq bayroqni ko'tara olamdik yo'q. Bu sizning, bizning hammamizning bugungi tanlashimizga bog'liq. 36 yil burungi qon hargizmi bekorga ketmaydi inshaalloh. Barining tug'i o'rilmadi, u sizning yurakingizda tiklanishni kutyapti. Qo'rqinchingizni Allohga havola qilib, ularning bayrog'ini qo'lingizga iling. Ajdodlarning izini bo'ylab davom qilaylik. Allohga omonat.